Ani pajaqniki chiqib qoldi-da. Aka, u meni mashinamni deb to'g'ritdi. Menda undan ham yengisi bor. Hay bir otaxon baliq tutgani bordi-da, qalvon tashlab olib o'tirsa, oltin baliq chiqib qolibdi. Tilla baliq chiqib qolibdi. Hali baliq, "Ey, inson, meni o'ldirma, senga yordam beraman. Nima xohlasang shuni muqayyat." Uzr, shunda shu anekdotingizni oxirigacha aytmay turing. Shunda magazinga kirib chiqing. Maylimi? Bo'ldi. Aytmay turasiz? Ha, yo'q, qo'llab turamiz a. Tez kelaman, xo'p, aka? Xo'p. Aytmay turing, aka. Xo'p, bo'ldi. Yaxshimisan o'zing, yaxshisanmi? Charchamasdan? Hozir. Aka, anekdotni oxirigacha aytmay turing, bas kelaman, xo'p? Yo'q, qo'ymayman, xalaqma so'rash turamiz. Ha, yo'q. Siz chiqqaningizdan keyin oxirigacha hammasini aytamiz, xo'pmi? Qo'llab turamiz. Keyin. Chiroyli qiz ekan-a? Bu tanishingmi deyman? Yo'q, o'zi kelib o'tirib oldi-yu. Voy, men seni tanishingda o'tirmayman. Begona ekanda endi. Lekin chiroyli qiz ekan. Hozir anekdotni esa dumalab qolsa kerak. Bab begona ekan-ku, keyin sen o'zing yetib qo'yib chiqadimi? Kutib o'tiramizmi? Keyin xullas hali oltin baliq tutibdi-da, uyga olib kelib, anaqa chopolmasa hali baliq. U anekdotda eshitganman. U cholni qulog'i garang bo'ladi. Kallasini olib tashlaydi-da. Ana, eshitganmi deydi? Ha, eshitgan bo'lsang, eshitmaganda eshitib, bo'lganda bo'lsang kulib qo'ysang bo'lmaydimi? Odam ko'ngil uchun. Ha, endi men eshitganman, aka. Mayli bo'lmasam o'rtoq, sen ishingni qilib ber, men qizni kutaman endi. Bittasi bir eshitib, bir mazaq kulmasa, men ham xotirjam bo'lmayman-da. Kutaman endi shuni. Nega u chiroyli qiz mazaq qilsa kerak? Ha, bu eshitmaganligi aniq. Qachon chiqar endi bu? Ha, aka? Ya, chiqdingizmi? Kelib o'tiring. Sherigingiz ketib qoldimi? Ha, ketib qoldi, ishi bor ekan. Ha, siz anekdotni aytib qo'ymadingizmi? Ya, unga aytmadim. Men aytib sizga aytib beraman deb. Ayting. Keyin xullas xatga kelgandim. Haligi baliq tutib oladi. Ha, hali chol baliq, sizga tilla baliq, oltin baliq ekanda, ertalab ekan. Ey, meni o'ldirma, tilagingni bajaraman desa, chol haligi tars etib kallasini uzib tashlabdi hali baliq. Haligi cholni qulog'i garang bo'lmaydimi? Ha, o'sha. Bu eski anekdot ekan-ku. Yo'q, eski emas. Ha, eshitganman buni. Mayli. Bekorga vaqtni o'tkazibman.